Do'stlar, mana qizil baliq, yashil badring, oq guruch, qora nori, oq sir. Restoranga borganingizda bir porsiyasini 8 kusog'ini 170 ming so'm deb turib sizlarga sotadigan bo'ldi. Men sizlarga uyda bemalol smellar tars o'rgatib qo'yaman. Videoni o'tkazmay ko'ring, ketdik. Guruchni olamiz, noriga qo'yamiz. O'rtasiga olib kelib, shoshmasdan, ezmasdan shunday yoyib olamiz. Yoyganingizda guruchni eni 4 sm bo'lsa, rolingiz kvadrat bo'lib chiroyli chiqadi. Mana biz guruchimiz hozir tayyor, yozildi. Bu yerdan 1 sm qoldirib qo'yasiz. To'ntaramiz. Oq sirimizdan, sir kremetdan 40 gram qo'yamiz. 20, 40. Va yashil badringni somoncha qilib kesib turib 20 gram qo'yamiz. Mana qo'yildi. O'raymiz. Ras 2, 3. Bo'ldi, rol tayyor. 150 ming so'm. Qizil baliqni qo'yamiz. Ustidan forma berib qo'yamiz. Kesib olsak bo'ldi. Mana shu narsa 150 ming so'm. Bemalol ikkilanmasdan uyda qilib yesangiz bo'ladi. Oddiy narsa. Qiyin joyi yo'q. İçiga ketadigan narsasi slivichniy sir 40 gram, yashil badring 20 gram, ustiga ketadigan qizil baliq 40 gram, ishlatib solinadigan guruchi 110 gram, nori esa bitta katta norini o'rtasidan shunday bo'lasiz, yarimtasini ishlatasiz. Tamam. Вот na tiba 150 ming uyda tirs. 7 mingga tayyor bo'ladi buni balig'i. Bodringga 15 ming so'm bilan все pishdi. Sushi restoran ochganlar kasod bo'ladi. Meni kuzatinglar. Men retsept saqlanib qilib, yashirib ehtiyot qilmayman. Xalqqa mazza qilsin, sog' bo'lsin.